Mana yaqindagina shu 8 yilmi 10 yil oldin psixolog nima ekanligini omma bilmas edi. Psixologga bordim desa, psix bo'lib qoldingmi deb ustidan kulishadi. Hozir esa hamma mani psixologim bor, men u psixologga bordim, men bu psixologga bordim deb bir-biriga hatto maqtanishadi ham. To'g'rimi, yo'qmi? Mana bizlarga endi yetib keldi psixologiya. Ya'ni bizning atrofda bo'layotgan narsaga nisbatan munosabatimiz. Qanchalik odam o'z psixologiyasini va o'zgalar psixologiyasini qanchalik chuqur tushunar ekan, yashashi shuncha oson bo'ladi. Va bilasiz, stress bo'lganda qon tomiri siqiladi va infarkt, insult, sahr bo'ladi, davleniya bo'ladi, miyoma bo'ladi, kista bo'ladi, har xil uyqulari ketadi. Mana shu omillar aynan ana shu psixologiyaga bog'liq. Psixologiya yo'nalishdagi odamning ilmlariga bog'liq. So'rashingiz mumkin, Shavkat aka, u qanaqa ilm deb. Bu ilm boyaga hozirgi 1 minut 2 minutda aytadigan narsa emas. Bu qalb ilmi bor, aql ilmi bor. Mana shu darslarga kelib, ularni 7 kunlik darslarga kelib, ana shuni sekin o'zinglar uchun yangiliklar ochishingiz mumkin. Va oilangizda, qilayotgan ishingizda barokat ko'payadi, tinchlik kiradi va qalbingizda har kuningiz o'tganligidan siz o'zingiz mamnun bo'lasiz. Afsus, o'kinish degan narsani umuman o'tib ketadi. Qalbingizga chuqur nima kiradi? Shukronalik kiradi. Mana shu o'tiribsizmi? Orqangizda hayotingiz bor. Shu sekundgacha yashagan. Ko'p odamlar orqadagi onani so'kadi, o'tgan narsalardan jahli chiqadi, kechirmagan, to'g'rimi, yo'qmi? Ana shulardan qanday qutulish mumkin degan savolingiz bo'lishi mumkin. Ana shuni darsda olasizlar. Aynan ana shu orqadagi muammolar orqali odam uyqusi ketadi, uyqusi notinch bo'ladi. Uyqu notinchmi? Bu kasallikning birinchi kelib chiqishi deyiladi. Birinchi qadami kasallik tarafga qarab. Shuning uchun uyqu zo'r bo'lishi kerak. Yotdim, qotdim bo'lishi kerak. Xo'pmi? Shularni qanday o'rganaman desanglar, bemalol bizning darslarga keling, bilgan ilmlarimni mazza qilib bo'lishamiz. Ko'rishguncha.